Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Rossiya vakili, Moskvada yashaydigan tanilgan Uyg'ur ziyolisi, Moskva ve Sankt-Petersburg Uyg'ur madaniyat jamiyatining raisi Rafqat Sodiqov apandi 77 yoshida vafot bo'ldi. Rafqat Sodiqov apandi 1949-yili 26-oktyabr G'ulji shahrida Sharq Turkiston Jumhuriyatining rahbariy kadrlaridan biri bo'lgan Tursun Sodiq oilasida dunyoga kelgan. Dadisi Tursun Sodiq Sharq Turkiston inqilobiga qatnashgan ve Sharq Turkiston inqilobchil yoshlar tashkilotida xizmat qilgan. 1950-yillarda Urumchida xizmat qilgan ve 1962-yili Sovet ittifoqiga ko'chib ketib, Olmaotada ve keyin Moskvada yashab vafot bo'lgan. Rafqat Sodiqov oilasi bilan birga 1970-yillardan buyon Moskvada yashab kelgan bo'lib, butun umrida Rossiyadagi Uyg'urlar uchun xizmat qilgan saxovatchi bir korxonachi. Moskva musulmon jamoati ichidami yuqori hurmat va ta'sirga ega zotli bo'lib qolmay, yana 4-navbatlik qurultayning vakili bo'lib, Yaponiyada ochilgan qurultay va 2018-yili Shveysariyaning Janvada elib berilgan cho'ng namoyish, Myunxenda elib berilgan tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi qatorliqlarga qatnashgan edi. Moskvadagi Uyg'ur jamoat vakillarining bildirishicha, Rafqat apandimning mayit namozi Moskvadagi Tatar masjidida tushirildi ekan. Merhum Rafqat Sodiqov yana Moskvadagi Uyg'ur jamoatining peshvosi bo'lib qolmay, Sharq Turkiston davosining aktiv qo'llovchisi va bir harmas inqilobchi edi. Bu vaqtda Uyg'ur tarixshunos doktor Nabijon Tursun o'zining Moskva xiyollari nomli maqolasida to'xtalgan bo'lib, u Rafqat apandining o'rni haqida mundaq deydi. U Rossiya Uyg'ur jamiyati, keyin Moskva va Sankt-Petersburg shaharlik Uyg'ur madaniyat birlashma jamiyatining raisi bo'lish sifati bilan ko'plagan faoliyatlarni tashkillagan. U O'rta Osiyo Uyg'urlari orasida zo'r ta'sir kuchiga ega bo'lib, Moskvadagi Uyg'urlarning eng ko'rinarli vakili sifatida tanilgan edi. Uning hayoti Rossiyada Uyg'ur davosi va Uyg'ur madaniyatini targ'ib qilish yo'lida o'tgan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus ta'ziyanoma e'lon qilib, Rafqat Sodiqov apandimning oilasi va do'stlariga sabr tilash bilan birga Allohdan Rafqat akaning yotgan yerining jannat va ro'yining shod bo'lishini tilaydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin Turkiyaning Izmir shahrida o'tkazilgan yoshlarni tarbiyalash kursiga qatnashib, Uyg'ur yoshlarga xalqaro sahnalarda lobbichilik faoliyatlarini elib berishning yo'llari haqida leksiya bergan. Turkiyaning Izmir shahrida 29 apreldan 3 maygacha Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur yoshlar tashkiloti, ya'ni Uyg'ur Youth Initiative'ning o'rinlashtirishida yoshlarni xalqaro sahnalarda lobbi faoliyati elib berishning usullari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasini tanitishning usullari haqida 4 kunlik maxsus tarbiyalash kursi elib berilgan. Mazkur kursga Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin alayda taklif bilan qatnashib, Uyg'ur yoshlarga xalqaro sahnalarda lobbichilik faoliyatlarini elib berishning yo'llari haqida leksiya bergan. Zumratay Erkinning bildirishicha, bu qatimki kursga Amerika, Turkiya, Yevropa davlatlaridan bo'lib 40 dan ortiq yosh siyosiy faoliyatchilar qatnashgan. Bu yoshlarga Zumratay Erkin Tibet tashkilotining xodimlari, bir qism siyosatchilar, Sharq Turkiston davosining o'tmishi va buguni xalqaro sahnalarda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa parlamenti qatorliq o'rinlarda faoliyat elib berishning yo'llari, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa parlamentining ishlash mexanizmi haqida leksiya berib, Uyg'ur yoshlarini Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doklad sunishda amaliy sinoqlar bilan tarbiyalagan. Faoliyat jarayonida yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi madaniyat komitetining mudiri Mo'minjon Rahmonjon ve Doktor Gulzoda Tangritog'li ve uning qizi Dolunay Tangritog'li Uyg'ur yoshlarga o'zining milliy kimligi, madaniyati va ona tilini saqlab qolish, Uyg'ur madaniyatini o'rganish va uni muhojiratda keyingi avlodlarga yetkazishning muhimligi haqida leksiya bergan. Germaniyaning sobiq davlatlik futbol mayiri ve Arsenal komandasining sobiq topchisi Mesut Özil 30 aprel Kanariya xabarining ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarta tutgan pozitsiyasining London klubidagi kasbiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan omillarning biri ekanligini oshkorlagan.
O Kanari xəbərinin ziyarətiga mening Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikqa qarshi pozitsiyam mening arsenaldagi kasbiy hayotimni oxirlashtirdi. Ammo men pushaymon qilmayman deganini bildirib, o'zining bu pozitsiyasining qiyinchilik tug'dirish mumkinligini oldin bildiganligini, ammo shundaqdimi o'zining Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi so'zlarga pushaymon qilmaydiganligini aytgan. Quyosh gazeti qatorliq Angliya taratqullarining xabarlariga qaraganda Mesut Özil 2019-yili Sharq Turkistonda Xitoyning Uyg'urlarga elib borgan qirg'inchiligi va zo'ravonliklar to'g'risida o'zining so'zlarining va ijtimoiy taratquda tarqatgan bu vaqtdagi ko'z qarashlarining kasbiy hayotiga qarta ba'zi oqibatlarning keltirib chiqarganligini tushundirib, shuningdan keyin ba'zi eshiklar menga taqaldi va komanda ichidami o'xshash fursatlardan bahramon bo'la olmadim deganini bildirib, sezgir siyosiy yoki insonparvarlik masalalariga aralashishning o'ziga zo'r besim elib kelish mumkinligini bildiganligini, ammo kasbiy jihatdan ziyon tortsimi, o'zining donqini ishiltib pozitsiyasini ifodalashning o'zi uchun zarur va insoniy burch ekanligini his qilganligini aytgan. Mesut Özil 2019-yili o'zining ijtimoiy taratquy hisobotlarida Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilik va Xitoyning qirg'inchilik siyosatini tanqid qilgan bir yozma yo'llagan. Shuningdan keyin Arsenal komandasi uningga klubining siyosiy masalalarga aralashmaydiganligini ta'kidlagan va Mesut Özilning komandadagi o'yinlari asta-asta aziyib, 2021-yili uning Arsenaldan ayrilishi bilan oxirlashgan edi. Kuzatuvchilar buni Xitoyning dunyoviy bostirish mexanizmi, Uyg'ur masalasi to'g'risida so'z qilishning badali deb aytgan. Uyg'urlarga qilingan qirg'inchilik faqat rayondagi kishilik huquq masalasi emas, balki u dunyoviy sukutni zo'rlash tuzumining bir qismi. Xitoy iqtisodiy kuchi va siyosiy ta'siridan foydalanib, faqat o'z chegarasi ichida emas, balki dunyo miqyosida tanqidlarni va bu haqda ovoz chiqarganlarni bostiradigan sistemlik bostirish to'rini shakllantirgan. Bu sistemning eng ko'z ko'rinarli tarafi so'z qilishga jur'at qilgan dongliq shaxslarni tez jazolash orqali boshqalarni oshkor qo'rqitishi. Agar sen Xitoyni tanqid qilsang, sistema seni qo'g'lab chiqaradi degan signalni berib, boshqalarga qo'rqoq soladi. Bu Xitoyning to'xini o'ltirib, maymunga ibrat qilish taktikasi bo'lib, bu vaqtda Mesut Özil yolg'iz bir o'rnak bo'lib qolmay yana bu sistemani bevosita oshkorlagan yoki qarshi turganlar o'xshash qismatga duch kelmoqda. Bu vaqtda kuzatuvchilar kishilar so'zlamoqchi, ammo pullarini yo'qotib qo'yishdan qo'rqidi. Bu dunyoviy tantarbiya va ko'ngilchi sohasidagi axloqiy chiriklik. Masala faqat Xitoyda emas, balki yana masala pulning haqiqatni bostira oladiganligida. Bugungi kunda klublar topchilarining ovoz chiqarishini bostiradi, shirkatlar bayonot berishdan qochadi, dongliq kishilar kasbiy hayotini saqlash uchun sukutga majburlanadi. Bu klassik bostirishdan xatarlik. Agar bugungi kunda dunyodagi nurg'un dongliq kishilar, tanarkatchilar va markalar haqiqatni bilsimi so'z qilmaslikni tanlasa, bu ularning ixtiyori bilan emas, balki sistemlik zulmning natijasi. Xitoy faqat o'z buhronlarini emas, balki iqtisodiy kuchi orqali dunyoviy jamoat fikriga ta'sir ko'rsatmoqda. Shunga Uyg'ur masalasi faqat kishilik huquqini dafsan qilish masalasi emas, balki zamonaviy dunyoning eng chong sinoqlarining biri degan o'ttirib qo'yishgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.